Xo'p, qadrli do'stlar, demak ikkinchi dars biza oldingi darsda aytganimdek Adobe Premiere Pro 2022 hamda 2018 da qisman solishtiramiz. 2022 emas, 2023 desam ham bo'ladi. Chunki o'zim 23 ishlataman, shuning uchun 23. 2023-yilgi va 2018-yilgi Adobe Premiere Pro 2018-yil versiyani ishlatmoqchi bo'lsangiz, o'rtacha sizga Core i3 10-pokoleniya protsessor, 4 GB operativka, 2 GB video karta kerak bo'ladi. Siz bemalol shunda 2 ta yoki 3 ta slойda Full HD yoki HD kачествоda videolarni montaj etsangiz bo'ladi, ya'ni montaj qilsangiz bo'ladi. Adobe Premiere Pro 2023-yilgi versiyada minimum Core i5, 16 GB video operativ karta, 4 GB video karta kerak. Minimum shunaqa xarakteristika bo'lishi kerak. Aytaylik, Premiere Pro 2023 da ishlatmoqchi bo'lsangiz, sizga o'rtacha 600-700 dollarlik kompyuter kerak. 2018 da ishlatmoqchi bo'lsangiz, 300-350 dollarlik kompyuter kerak bo'ladi. Shunaqa deb tushuntirsak ham bo'ladi. Summasi bo'yicha bu senada faqat рабочий kompyuter topsangiz bo'ladi. Yangi kompyuter bunaqa senada topamiz. Agar yangi yig'dirmoqchi bo'lsangiz, 2018 da ishlatish uchun o'rtacha sizga 450-500 dollarga tushadi. KS notebook emas, personalniy kompyuter. Men maslahat beraman, montaj uchun notebook emas, personalniy kompyuter ishlatishdi. Chunki nagruzka tushganda protsessor chipset qizib ketib qolmaydi, oson kuymaydi. O'zidan o'zi tezda video karta kuyib qolmaydi yoki protsessor tezda kuyib qolmaydi. Dolg ishlatsalar ham bo'ladi. Notebookda juda ko'p notebooklarda chipset qizib ketib qoladi. Misol uchun, siz notebookda ventilyatorni tagiga дополнительный ventilyator qo'ysangiz ham baribir unaqa yaxshi tez sovmaydi. Personalniy kompyuterda bemalol maza qilib, sistema охлаждения zo'r ishlaydi, u zo'r sovutib beradi. Qizib ketgan taqdirda. Xo'p, demak, 2022 ni olib qo'yaylik-da, 2018 ga kiraylik. Adobe Premiere Pro 2018-yilgi versiyasi. Bu versiyani haligacha men ishlatib kelaman, chunki bundan oldingi mavzuda aytganimdek, ya'ni videolarning kачествоsi qancha yuqori bo'lsa, kompyuter uni montaj qilishga shuncha qiynaladi. Ya'ni kачествоsi yuqori bo'lgan videolar agar menda bo'lsa, 4 ta 5 ta sloy bo'ladigan bo'lsa, sloy deganda hozir ham ko'rsataman bu narsani ham. 4 ta yo 5 ta videoni birdan montaj qilish kerak bo'lsa, Premiere Pro 2018-yil versiya ancha udobniy, kompyuter qotmaydi. Qotish emas, sekinlashib qolmaydi. Ishlash skorosti sekinlashmaydi. Programmaga kirishdan oldin anchagina do'rg'u mana bunaqa nimadirlar kutish kerak bo'ladi. Mana endi ilovani o'rnatganlaringda mana bunaqa narsa chiqadi sizlarga. O'tkazib yuborsalaring bo'ladi. Mana bu yerda chiqayotgan narsa. Новый проект, открыть проект qolgan narsalar. Biza новый проект ochamiz. Новый проект eng tepada nomi, nimadir nom qo'yishlaring kerak proyektga. Xo'p, aytaylik, biza salom deb nom qo'yaylik mana. Birinchi proyekt qo'yaylik mana, birinchi proyekt. Pastida mana bu yerda C disk turibdi. Buni bossalaring, o'sha proyekt qayerga saqlanib bo'lishi. Men maslahat beraman. D diskda bitta Premiere Pro degan papka ochinglar. Kompyuterlarning D diskida, sistemning diskida emas, отдельный diskda. D diskda Premiere Pro deb papka ochib, o'sha Premiere Pro papkaning ichida bitta papka ochinglar. Hamma proyektlarni faqat shu papkaga saqlanib qo'yishni maslahat beraman. Nimaga? Mana shu yerda sizlarga ko'rsatay. Menda xuddi shunaqa papka bor. Mana Premiere Pro avtosaqlaniylar uchun, muzikalar uchun, mana bu yerda новый papka deb ochilib qolgan. Shuni ichida hamma proyektlarim bor. Ya'ni nechta shu paytgacha nechta nimani montaj qilgan bo'lsam, hamma proyekt saqlaniyasi bor shu joyda. Bemalol shu joydan topib olsam bo'ladi. Shularning hammasini siz yo'qotib qo'ymaysiz. Misol uchun svet o'chib qolsa yo boshqa narsa bo'lib qolsa, avtosaqlaniyasi bor. Avtosaqlaniya siz xohlagan joyga saqlanib turadi. Yo случайно adashib удалить bo'lib ketib qolsa yo boshqa narsa bo'lib ketib qolsa ham, sizda oxirgi saqlaniya bo'ladi. Ya'ni shu loyihani, proyektni yetgan joylaringdan sal oldinroqdan boshlab ketsalaring bo'ladi. Proyektlaring shu joyda saqlanib turadi. Ba'zilar bor, qayerda videolar bo'ladigan bo'lsa, ya'ni исходник fayl qayerda bo'lsa,
proyektni ham o'sha joyga saqlanib turadi. Unaqa qilsalar ham bo'ladi, lekin исходник faylga aralashib boshqa proyektni shashilganda urib yuborishlaring mumkin. Ya'ni boshqa исходниgiga boshqa proyektni qo'shib yuborishlaring mumkin. Hozir proyekt deyapman, исходник deyapman, balki kimdir tushunmayotgandir, balki kimdir tushunmayotgandir. исходник fayl bu o'sha siz telefonda yoki siz kamerada olgan videolaringiz исходник fayl deyiladi. Proyekt hozir ko'rsataman. Proyekt bu mana shu biz mana shu joyga ochdik mana. Birinchi proyekt deymiz. Bossiz, OKni bosganingizda mana bunaqa oknalar ochiladi. Endi xuddi shu narsa 2022-yilgi versiyada. Hozir ko'rsataman. 23 bilan 2023-yilgi versiyada nima farqi bor? 22ni просто tak o'rnatish qanaqaligini bilib olishingiz uchun ko'rsatdim. 23 bilan bunaqani nima farqi bor? Kirganingizda 2018 da bilsangiz, mana bu okna kichkina bo'lib ochilganda, xuddi shunaqa okna, faqat mana bu o'rtada ochilganda, mana bu pastda ikkita yozuv ham bor. 23 da bo'lsa, shu okna sel ekranda ochiladi, pastda yozuvlari yo'q. Boshqa farqi. No proyekt qilamiz bunda ham. No proyektsiz bunda mana bunaqa qo'shimcha detallar chiqadi. Ya'ni bu yerda tepada imeda ikkinchi qilib ochamiz bunda nomi Disk Premiere Pro. Mana bu yerda siz 2018 da ko'rgan bo'lsalaring, obzor bosardilar. Bunda bunaqa qilib mana bu bir mesajini bosib, shu yerdan disk tanlab, mana Premiere Pro papkani tanlaymiz va Vibrat papkani shuni bossak, shu yerga saqlanib bo'ladi. Birinchisi, mana bu yerda qo'shimcha detallari bor. Рабочий стол, главный и так далее, так далее, так далее. Shunaqa narsalar. Bizga bu narsalar deyarli kerak ham bo'lmaydi. Ishlatmaymiz ham. Qolganini ham deyarli ishlatmaymiz ham. Sazatni bosamiz. Sazatni bossak, prям men kompyuterimda ikkita monitor bo'lganligi uchun ikkala monitorga programmani bitada bo'lib yuboradi. Endi shuni hozir men bittaga qaytarib beraman. Ya'ni 2018 bilan bir xil bo'lishi uchun. Xo'p, programming monitor. Xo'p. 2018 2020 23. Aknalarda joyi o'zgargan xolos, lekin ichkarisi bir xil. Endi farq qiladigan narsa 2018 da mana bu yerda обучение, сборка, редактировать, свет, эффект, audio, grafika и biblioteka turibdi. Bularni hammasini adeni qilib qo'ydi. 23 da bo'ladigan bo'lsa, o'sha narsa вообще удобный bo'lgan. Import, ya'ni исходник faylni tashlash, redaktivate, montaj qilish va render qilish, eksport. Uje programmadan chiqarib olish, tayyor montaj bo'lgan videoni chiqarib olish. Bu ortiqcha mayda-chuyda narsa yo'q, iloji boricha elementarniy bo'lgan, ya'ni oddiylashgan 23 da. 18 da ozroq men bu o'ylash kerak edi. Prям 18 ishlayotgan paytimda ham men bu redaktirovatdan u yog'iga o'tmasdim. Ya'ni kimdir o'tadi, men svetga kirib oladi, kimdir effektga kiradi, kimdir audioga kiradi. Ovozni o'zi bilan ishlash uchun audioga kirib olib ovoz bilan ishlaydi. Svetga kirib olib faqat color beradi. Redaktirovatga kirib olib uni redaktirovать qiladi. U prям ortiqcha vaqtdan ketadi xolos. To'g'risi. Bunaqa qilib dokumentarni kitobiy o'rganish просто tak sizlarni ortiqcha vaqtlaringizni ketkazadi. Kerak emas bu narsa. Eng yaxshi narsa bu bitta redaktirovatni o'zida hammasini qilsalar bo'ladi. Xo'p, aknalar bilan ishlaylik. Hozir misol uchun hamma aknani men chekkasidagi mana 3 ta liniyani bossalaring yoki ustiga olib kelib mishkani o'ng tomonini bossalaring zakritli panel chiqadi. Hammasini zakrit qilamiz. U aknalar sizlarga hozir boshlayotgan odam uchun umuman kerak emas bularning bittasini. Hammasini zakrit qilib turib bu aknalarni qayerdan olishni hozir timeline mana bu ham zakrit bo'ldi. Prям hech narsa qolmadi ekranda, to'g'rimi? Просто dashman tepadagi mana yozuvlarni ham zakrit qilib qo'ysangiz bo'ladi.
2018-yil 2023da ham xuddi shunaqa bosib select hammasini zakr etib qo'ysang ham bo'ladi. Xo'p, dальше 2023 ga ketamiz, 18 emas, chunki o'sha farqini bilib oldilaring. Agar sizlar kompyuterlaringiz slabiyroq bo'lsa 2018 da, agar slabий normalniy moshina kompyuter bo'lsa 23 da ishlasa ham bo'ladi. Ikkalasini razitsiyasi o'sha tepadagi yozuvlar xolos, boshqa farqi yo'q. Qisman effektlarda farqi bor. Unaqa katta razitsiya emas bunda. 2018 ni proyektini 2023 o'qiy oladi, 2023 da proyektini 2018 o'qiy olmaydi, lekin shu narsani aytib qo'ying. Misol uchun 23 da qilingan montajni 2018 da davom ettirib ketamiz. 2018 da qilingan montajni 2023 da davom ettirib ketamiz. Shu aynaqasi ham bor, farqi ham bor. Xo'p, 2018 dan chiqib ketamiz, 23 da o'zida qolamiz. Xo'p, prям siz hamma narsani mana bu yerdan zakr etib qo'yasiz. Qaytadan aknalarni ochishingiz kerak. Mana bu yerda akna degan joyi bor. Bu yerga kirib, timeline bizga hozirga kerak bo'ladigan, o'zingiz uchun kerak bo'ladigan aknalarni ochib olsangiz yetadi. Ortiqcha aynaqa narsa, programming monitor. Xo'p. Yana nima kerak bizga? Biblioteka kerak. Xo'p. Timeline, biblioteka, hot. Elementim, effektim, upravlение bor. Effekt upravlение kerak bo'ladi. Hammasi hozir joyida turib tursin, bitta qilib aytamiz. Yana xo'p, bizga yana nima kerak? Proyekt kontrolli monitor, исходный monitor. Effekt olaylik, mana effektlar. Proyekt kerak bo'ladi. Bunda bossalang, proyekt o'zini chiqarib beradi. Mana bu yerda yana qo'shimcha narsalar bor. Misol uchun audio, biblioteka, tak. Siz bemalol qo'shsalaring bo'ladi. Mana bunaqa дополнительный funksiyalar bular. Bular ateni keyingi, примерно ancha keyingi darslarda o'tirib ketaman bularni. Xo'p, kontrol исходник. Nima? Dars yozatdim. Uzr, meni oldimga odam kelib qoldi. Prям oxirgi ochadigan aknamiz instrument. Tak mana mishkaga kelib turib, mana shu narsalar chiqaradigan narsa. Xo'p, endi prям palapartaj bo'lib turibdi ekran. Crosslar nima qayerdaligini ham tushunib bo'lmaydi. Shu narsani bitta-bittalab to'g'rilasam ham bo'ladi. Misol uchun timeline tepasiga mishkani olib borasizlar, chap tarafini shuni ushlaysizlar, shuni tortsalar ham bunaqa narsa chiqadi. Pastga shuni olib tushsalaring, zelyoniy liniya chiqadi. Zelyoniy liniya shuni bossalaring, tekis bitta timeline ochiladi. Timeline tak hozir ko'rsataman buni ham. Effekt upravlение. Effekt upravlение. Bu tomonga olib borasizlar. Prям mana bu burchakka shunaqa to'g'rilasalaring, chap tarafda bo'ladi. Prям ishlatish udobniyroq bo'ladi sizlarga. Effektni o'zi mana proyekt tepasiga mana bu joyga qo'ysalaring, biblioteka buni ham mana bu joyga qo'ysalaring bo'ladi. Bundoq tortasizlar, bundoq qilsalaring, xohlagan tarafga jildirib olsa bo'ladi masalan. Mana bu instrument. Mana uni ham shunday tortib, mana burchakka shunday tiqib qo'ysalaring bo'ladi. Chap burchakda instrument, timeline, effekt управления, monitor, programming monitor shunday turibdi. Bu narsani sizlar o'zlaringizga mos qilib o'zgartirsangiz bo'ladi. Misol uchun sizlarga ishlash qanaqa udobniy bo'lsa, shunaqa qilib ishlayversizlar. Aytaylik, mana bu Instagramda qo'yilayotgan videolarni montaj qilish uchun sal boshqacharoq ishlab olsalaring udobniy bo'ladi. Aytaylik, hozir mana bitta videoni shunday tashlaylik. Mana bu yerga
Xo'p. Mana. Bu programming monitor. Mana bu joy timeline. Ya'ni shu joyda timeline'da sizlar ham qo'ygan videolaringni mana bu yerda ovozini bu yerda videoni o'zini shunaqa qilib ko'rsatib turadi. Bu yerda bemalol sizlar ana shu videoni qolgan narsalarni ko'rsalaring bo'ladi. Bu tomon programming monitor. Sizlarga qo'l keladigan tarafi xohlasalaring agar bu 16 ga 9 ekran bo'ladigan bo'lsa, aytaylik mana bunaqa bo'ladigan bo'lsa, razmeri. Hozir buni razmeri o'zgarib qoldi. Boshqa video tashish kerak. Aytaylik razmeri bunaqa bo'ladigan bo'lsa, mana bunaqa razmerda bo'ladigan bo'lsa, bu to'liq ekran chiqadi. Ya'ni ko'rib turganlaringdek 16 ga 9 mana bunaqa, Instagramdagi bunaqa, to'g'rimi? Telefonda ko'rsatsam bo'ladi. Instagramdagi bu Instagram videolari bunaqa ko'rinsa, YouTube boshqa narsalar videolari bunaqa ko'rinadi, to'g'rimi? Agar sizlar mana bunaqa gorizontalniy ko'rinishdagi videolarni montaj qilsalaring, hozirgi ekran eng standartniy versiya, eng hamma uchun udobniy bo'lgan holat. Agar sizlar bunaqasini qilmoqchi bo'lsalaring, ya'ni Instagram videolarini montaj qilmoqchi bo'lsalaring, xuddi shu mana programming monitorda o'ng tomonga shuni tepasidan ushlab sursalaring, o'ng tomonda o'ziga kelib qoladi. Shu joyi o'zini bilan tortasizlar. Mana bu videoni olib tashlaylikda, o'rniga bu videoni qo'ydik. Mana ko'rgan bo'lsalaring, prям o'ng tomonda mana videoyim to'liq ekranda turibdi, katta. Maza qilib bemalol ishlasalaring bo'ladi. Ya'ni video to'liq ko'rinadi. Kichkina bu tepada ko'ringandan ko'ra batta ko'rinsa ancha udobniyroq ishlash. Xullas shunaqa do'stlar, Premiereni hozir men sizlarga aknalarni, ilovani farqini bu dars tushuntirib berdim. Keyingi darsda xudo xolisa timeline, yana boshqa narsalarni sekin-sekin ishlab boramiz. Barchaga omad.